har doim surunkali og'riq bilan bosh og'rig'i va surunkali gaymarit bilan og'rib kelardim. Bobur Alisherovichga keldim. Ular to'g'ri tashxis qo'yib operatsiya qildilar. Alhamdulillah operatsiyalarimiz juda yaxshi o'tdi. Bobur akaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ilmlari bundan ham ziyoda bo'lsin iloyim. Bizning baxtimizga sog' bersinlar. Operatsiyadan keyingi natijalarim hozir a'lo darajada. Bugun splintlarni yechdilar. Men hech ham bunaqa nafas olmagan edim. Mana tomoni polni ochilgan, peshona ochilgan, gaymar ochilgan, основной ochilgan. Planirovочный material olganmiz, burun to'siqlari to'g'rilangan, chig'anoqlari korreksiya qilingan. Bemorimizni bir hafta oldin MSKTda ko'rganmiz, ya'ni face operatsiyasi o'tkazgan, ya'ni surunkali gaymarit bor edi, bir tomon gaymar bo'shlig'ida tish ildizi, ya'ni planirovочный material aniqlandi bo'ladi. Hammasini bir vaqt o'zida, ya'ni hayot sifatini yaxshilash operatsiyasi o'tkazgan face operatsiyasi, peshona bo'shliqlari, gaymar bo'shliqlari va основной bo'shliqlar ochib tozalandi. Xudo xolasa bu yerga gaymarit bo'lishdan, burun bitishdan, nafas olish qiyinchiligidan qutuldi bemorimiz.